oxirgi vaqtda odamlar pul to'plolmay yurgan bir muammoli vaqtda siz uyingizni betonni quyib, ko'tartirib, tayyor qildirib, hamma rasxod qilib uyingizni bitirib bo'ldingiz. Faqat navbat tashqi va ichki fasodingizga keldi. O'ylanib turibsiz, nima qildirsam bo'lar ekan? Qancha pul ketar ekan? Nima deb o'ylaysiz? Devolingiz mana shu holatdan mana shu holatgacha kelguncha nech pul ketadi deb o'ylaysiz? Ishonavering, hech qancha pul ketmaydi. Sababi cho'ntagingizdagi bor pulga qarab turib biz variantlarni beramiz. Yaqinlarimiz, assalomu alaykum. Biz uzoqni kuzatib turgan yaqinlarimiz. Ishdagilar charchab ishlayapsizlarmi? Damdagilar yaxshidan bo'lyapsizlarmi? Devolingiz mana bunaqa holatda bo'ladimi? Mana bunaqa holatda bo'ladimi? Suvalgan holatda bo'ladimi? Shilaka bloq bo'lmaydimi? G'ishli bo'lmaydimi? Mana ko'rsatib qo'ying operator. Rahmat. Salomat bo'ling hoji tog'a. Leboy devolga turli tuman variantlarimiz bor. Ko'p gapirmayman-da, ichingiz qizib ketyaptimi? Shu joyiga bitta like bilan podpishka qiling. Biz videoni boshladik. Xo'p, yaqinlarimiz, hozir men Farg'ona viloyati Qo'qon shahriga yetib kelganman. Bu yerda ustakalarimiz qumshuvoq bo'lgan devolga ajoyib xizmat qilib ko'rsatishibdi. Ko'ring-da buni nimaligini. Gipki klinker. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hayotbek aka, yaxshimisiz? Sizimsiz, Alixon aka? Sizimsiz, ahvolingiz yaxshimi? Doim yangilik qilishdan charchamas ekansizlar-da, aka sizlar. Xudo xolasa yangiligimiz chiqdi mana. Gipki klinker bo'ladi bu. Gipki klinker, ya'ni 2 qavat, a? Ha, 2 qavat. Umuman rang aralashmagan. Tabiiy rangda. Hozir. Oqi ham tabiiy, oppoq. Tochka qoralari ham tabiiy qora tosh. Rang qo'shilmagan, aralashtirilmagan. Umuman ranglanmagan bu. Mana xudo xolasa rangi oqarib ketdi. Shuni butunligiga yopishtiramiz. Bu bo'ldi. Degan gap so'z shuni olib kelib turib, ashuni yopishtirasiz. Aha. Devorimiz mashg'ulotga keladi. Mashg'ulotga keladi. Stiklarini bunday yopishtirib chiqilarki, mana bunga o'xshab stik bo'ladi. Ha, stiklari bilinmay ketadi. Bitta mana yaqin qurganlar videoga mana stik bilinmaydi. Xudo xolasa mana bu bitta kusuy qilib yopishtirlar, stik bilinmaydi. Mana ajoyib. Xo'p, aka, bu gipki klinker. Bu gipki boshqa variantlarni ham aytamiz. Hozir buni ustunlik tomonlari nima aka? Ustunlik tomoni bu 2 qavatligi. Aha. Duolda mana planshe, yoriq, poroq, chiziq, hech nimani bilintirmaydi. Aha. Ertaga zilzila bo'lib duvolingiz yorilsa ham mana ushab turadi mana. Ushab turadi. Xudo ko'rsatmasin. 2-3 mm gacha ushab beradi mashinasi. Devolingizni. Ajoyib. Travertinga o'xshab hali mayda chiziqlar tushib ketib bo'lmaydi. Bu ham mo'yishi yuvilaveradi. Bemalol xudo xolasa karcherda yuvasizmi, boshqa narsada yuvasizmi, parashoyda cho'tkalab yuvasizmi? Aha. Qizig'i yo'q, yuvorasiz. Demak, yomg'irga, sochinga bardoshli. Issiqqa, sovuqqa, hamma yoqqa bardoshli. Xudo xolasa gipki kamerimizdan endi afzalli tomoni ikkalasi bir xil narsa, faqat bu 2 qavatli xolos. 2 qavatli xolos. Xo'p, 2 qavatli, aha. Turishi, garantiyasi, hammasi bir xil vazifani bajaradi, lekin bu двойнойlikdan ajraladi xolos. Ajoyib. Xo'p, buni ustunligi mo'yishi, ya'ni o'sha suv bilan, karcher bilan yuvsangiz bo'laveradi, yomg'irga, sochinga bardoshli, tabiiy ranglardan bo'lganligi hisobiga quyoshda rangini o'zgartirmaydi, xudo xolasa. Garantiyalarini qancha deymiz aka? 15 yil garantiya beryapmiz mana. Ranglari cheksiz. Ranglari cheksiz. Buni boshqacha, buni boshqacha, yo'qsa buni boshqacha, buni farqi yo'q. Xolasalar mana shofini rangini seri yoki chokko rang, Xolasa mana uni maloshni rang, Xohlaganingizda qilib beramiz. Malonimiz omad tabiiy rang qo'shilmagan. Tabiiy narsadan chiqqan. Tochka qoralari ham tabiiy tosh bo'lyapti. Tabiiy tosh mana, ha. Tabiiy tosh. Tochka qoralari ham tabiiy tosh ekan. Yaqinlarimiz qora toshdan qilingan, bular o'zi tabiiy tosh. Rang qo'shilmagan umuman. Mullajiringni nima deymiz aka? Mullajiringni. Aka, kattakon rahmat, Anjoni sog' bo'lsin. Shu joyga bitta like deb bosing, yaqinlarimiz. Biz videoni davom ettiramiz. Like, iltimos qilardim. Beravering aka. Xo'p, Dadaxon aka, hammaga qiziq joyda endi bu. Qanaqa devorlarga yopishtiriladi? Qumshuvoq bo'lganga dedik. Bunimiz tayyor qumshuvoq bo'lsa yaxshi. Aha, mana mana shu holatda. Mana shu holatda bo'lsa zo'r bo'ladi. Aha. Bittada yopishtirib ketilaveradi. Agar mana bunaqangi eski devor bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rib qo'ying, bularda remont qilish kerak boshqatdan, kafelkili tortiladi. Aha. Mana ular shilib tushirib tashladi, emulsiyasi. Aha. Kafelkili tortib, keyin yopishtiriladi. O'shanda siz aytgan effekt beradi, siz aytgan bunaqangi vidni beradi. Aha. Ajoyib. Endi bu emulsiyani ustidan yopishtirilmaganligini sababli
Mana bu narsa 1-2 yilda hunarini ko'rsatishi mumkin. Ham bo'lsa sloy bo'lib qoladi-da, Aha. o'rada plyonka hosil qilib qoladi-da, ham bo'lsa bilan birga yulib chiqadi bu narsa. Aha. Losh voqea ham bo'ladi, kafelkali tortiladi, ustidan serpenga qo'yib turib, keyin yopishtiriladi. Loyish voqea ham bo'laveradi. Ham bo'ladi, xuddi shu voqea ham bo'ladi. Bunaqa ham bo'lsa qilingan devorlarga ham bo'ladi. Narxida 5-10 so'm plus minus devorlar remontiga qo'shiladi. Devor tayyorlash xizmati alohida bo'ladi. Plus minus narxida biz. Bullajiringini qancha deymiz aka? Bullajiringa mana bu narsamizni hozirgi holatda, bugungi holatdagi narxi killagi, laki, dastavkasi ichida O'zbekiston bo'ylab 80 ming so'mdan. Mahsulotni o'zi. Mahsulotni o'zi. 2 klinkerda narxi 80 ming so'm. Maxsus kilaga yopishtiradigan, ustiga beradigan laki, keyin mana bu klinkeri dastavkasi bo'lib 80 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab. Xo'p, usta haqqi bilan qiladigan bo'lsak, usta haqqisi endi 40 ming so'mdan boshlanib va ketaveradi. Devor holatiga qarab. Devorning holatiga qarab 40 ming so'mdan boshlanib ketaveradi. Bu xizmatimiz ham O'zbekiston bo'ylab yopishtirib, chiroyli qilib mana shu holatda topshirib beramiz. Ajoyib. Xo'p, O'zbekiston bo'ylab dedik aka. Qayergacha narx o'zgaradi, qayergacha o'zgarmaydi? O'zbekiston bo'ylab narx bir xil, hammaga. Bir xil. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston kargo xizmati qo'shiladi shu narxga. Narx bir xil. Chetga chiqiladigan bo'lsa, ya'ni o'sha kargoga kilogrammiga pul qo'shilib qoladi. Hamma yog'i bir xil. Какой-то sent qo'shiladi shunday, ha? 30 sent qo'shiladi xolos. Katta summa qo'shilmaydi. Katta summa qo'shilmaydi, lekin narx bir xil. Toshkent narxiga falondaqa narx, Toshkentdan bog'iga Pekindaqa narx bo'lmaydi. Demaydi. Bir xil O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonga ham bir xil kargo xizmati qo'shiladi. Ajoyib. Bo'ldi. Usta haqqi bilan 120 ming so'mga to'xtayapti, tayyor ishga. 20 ming so'mga to'xtayapti. Agarda menga o'zimizdan. Endi aka har xil variantlar bor deb qo'ydim-da. Xo'p. Arzonroq variantlar nimani tavsiya berasiz? Arzonroq variantlarimiz gipki kamin. Aha. Xuddi shuni vazifasini bajarib beradi, faqat bir sloy bo'ladi. Bir sloy. Ha, bunimiz 90 ming so'mga bitadi, tayyor ishga Turkiyaga gipki kamin. Hamma xizmat ichida. Hamma xizmat ichida. O'zbekiston bo'yicha u ham. O'zbekiston bo'yicha. Ha, utuplit kerak bo'lsa, sizga misol uchun xuddi shuni termopanel varianti bor. Yozda kuzli bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. Orqasida penaplex bo'ladi. Ko'kagi bo'ladi. Uchligi 90 ming so'm, to'rtligi 100 ming so'm, beshligi 110 ming so'm. Termopanelning o'zi. Termopanelning o'zi. Usta haqlari, orqasidagi penasi, kafelkilesi bo'lib, uyda egasiga bitishi где-то 180 ming 200 mingga bitadi termopanel. Eng qimmat mahsulotimiz o'shu. Sababi u devor tayyor tanlamaydi, to'g'rimi? Buni ham aytib o'taylik. Devoriga ketaveradi. Mana unga ham beton bo'ladimi? Bunga ham ketaveradi. Eski devor bo'ladimi? Shlaka blokka ham ketaveradi. Shlaka blok bo'ladimi mana? Paxsa devor bo'ladimi? Devor tanlamaydi umuman. Devor tanlamagani uchun xil mahsulotimiz bor. Kim qaysini xohlasa o'shani qilib beryapmiz. Xo'p, hammasi. Gipki kamin 90 ming so'mga bityapti. Gipki klinker 120 ming so'mga bityapti. Termopanel 180 ming so'm, 200 ming so'mga bityapti. Xudo xolasa hammasining narxi o'zgarmaydi. Aytilgan narxlardan labz. Siz Samarqandda ekansiz, qo'shib berasiz, yo'l kiradi deyilmaydi, misol uchun. Deyilmaydi. O'sha narxda boradi. Faqat devorimiz tayyor ishga Turkiya bo'lsa bu narxlar naqa qiladi. Ha, tayyor ishga Turkiyaga. Lekin bunaqa eski devorlar bu narxda qilib bermaymiz. Kafelkilesi usta haqqisi qo'shiladi. Kafelkili tortishi, kafelkili olinadi. Termopanelga qo'shilmaydi. Yo'q, termopanelga qo'shilmaydi. Gipki kamin, gipki klinkerga devor tayyorlashga qo'shilib qoladi. Xuddi shunaqa. Xo'p. Aka, nimalar qolib ketdi? Nima deyishimiz mumkin? Xo'p, endi nima deymiz? Like bosinglar, kanalimizni rivojlantiringlar, podpishka qilinglar. Mana kimga zarur bo'lsa, qaysi biri yo'qayotgan bo'lsa, cho'ntakka qarab qilib beramiz, bitirib beramiz. Sog' bo'lsalar bo'ldi. Xudo xolasa. Manzil Farg'ona shahar, hozirgi obyektimiz Qo'qondan bo'lyapti. Ustakalarimiz o'zlari, ya'ni meni ustozim bo'ladilar. Dadaxon aka Farg'ona shaharda o'zidan pastga nomerlarni qo'yib qo'yaman. Telegramdan aloqaga chiqadigan bo'lsalaring ham, xudo xolasa kataloglar tashib beramiz, Tashib beramiz, konsultatsiya beramiz. Agar maytda hozir ma'lumotlar chala bo'lgan bo'lsa, bemalol telefon qilsin. Telefon orqali qolgan hamma ma'lumotni beramiz. Borib, kvadrat metrini chiqarib, obyektni past balandligiga qarab maslahat berish. Beramiz. Dizayn ham xudo xolasa. Ha, mana shu
sizga bunaqa tushadi deb 5-10 xil fasonni beramiz. Qaysi biri yoqsa kelishilgan holda dizaynini qilib beramiz iloji boricha qo'ldan kelgancha. Ya'ni yaqinlarimiz uyingizga borib, o'lchamini olib, kvadrat metrini chiqarib, uyingiz pasbalandligiga qarab, eshik derazangiz rangiga qarab, mana bu fason to'g'ri keladi, mana bu fason to'g'ri kelmaydi. Maslahatini berishadi. Bu xizmatlar hammasi bepulga bo'ladi. Yaqinlarimiz shu joygacha qo'ysalaring bo'ldi, shuncha xizmatimizga bepul beramiz. Shu joygacha yaqinlarimiz ko'rdingiz. Like bosish bepul-ku. Like bilan poddesh qiling. Ustakalarimizni ishlarini qo'llaring dard ko'rmasin degan ma'noda like bilan yoki kommentariyada poddeshga berib o'tinglar. Like bosgan qo'llaring pachka dollarlarni sanasin. Aka, tanijoningiz sog' bo'lsin. Xalq xizmatdan charchamang. Xudo xolasa xizmat bo'lsa, nomerlari mana shu yerda. Yaqinlarimiz. Telefon qilaverasiz. Xo'p.